Metan propan o'rnatamiz aksiya narxlarda. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugungi mashinalarimiz sovuq bo'lishiga qaramasdan akamiz Samarqanddan Cobalt mashinaga propan qo'ydirishga, metan qo'ydirishga kelgan. 90 talik metan, QR kodli metan qo'yib berdik. Oldi qismiga 4-pokoleniya original jihozlarda stonuka qilib berganmiz. X reduktor, Real italyanskiy farsinka. Yevropa gazli Basiko 24 ga 4 blok upravleniyasidan foydalanganmiz. Akamizga mana shu zapchastlar bilan 4 million 200 ming so'mga stonuka qilib berdik. Kompyuterlar ichida. Ichkarida Cobalt mashinamiz, Toshkent viloyati 47 talik propan qo'yilgan. Bunga termotrubkalar bilan oldi qismiga uchatirlari Yevropa gaz. Oldi qismi Basiko 24 ga 4 Real italyanskiy qomatlar, shanglar, original qomat. XP reduktorlar bilan. Aka qanchaga qo'ydiryapsiz? 2800 mingga? Hammasi ichida. Bo'ldi. Bu M7 Cobaltimiz. Bunga ham xuddi shu zapchastlar qo'yilyapti. Yo'q, mana akamga qarab. Stak Gofas 200 bilan qo'yib beryapmiz. Orqa qismiga 65 talik Belarusiyani balonidan qo'yib berdik. Joylashi akkuratni ichkariga joylab berganmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin.